Assalomu alaykum, hurmatli mana bizani ko'rib turgan dehqonlar, fermerlar. Bugun 7-iyul sanasi 2025-yil Jahongir akamiz dalalariga keldik. Bu yerda FL67 urug'larimiz ekilgan. Jahongir, qachon ekilgan bu? Necha kunlik bo'ldi? Bir qisqa o'zingiz ma'lumot bersangiz. Xo'p, 30-mart kuni sizlardan olib Xitoy PL67 navini ekdik yerga. Ekib turib, xudo xolasa mana chiqardik. Mana bugungi kun holati 97 kun. Xudo xolasa biz kutgandan ham yaxshi natija beryapti. Bu territoriya hududinglar to'liq nima deylar? Endi tomoshabinlar ko'rsin. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 1-bo'lim Yangi yer. Mana joydamiz hozir. Joydamiz. Xudo xolasa ko'chatimizga gap bo'lishi mumkin emas. Siz bilaman, bir necha yildan beri har xil urug' o'zingiz ham qiziqish uchun, ham yangi rekord qo'yaman, yangiliklar qilaman deb aytgansiz boshda. Xudo xolasa. Qalay taassurotlar? O'ta ham zo'r. Bu haligi urug'ga umuman e'tirozimiz yo'q. Faqat zo'r bo'lsa bo'yaptiki, bundan oshiq bo'lmaydi. Biz shuncha yil mana urug' ekdik, xudo xolasa o'sha urug'larimizni ichidan ham undan ham zo'r effekt beryapti. Xudo xolasa bu yerda mehnatingiz ham juda katta, barakasini bersin va Allohdan keyin o'zingiz ham shuncha harakat qilibsiz. Endi shuncha 90 kun mobaynida qisqa agrotexnika qanaqa ishlar qildingiz? Chopig'imi, kultivatsiyami, dorisimi, nimalar qildingiz, nimalar qilmadingiz? Nima qilganingizda qanaqa effektini sezdingizmi? Shularni bir eslab bir aytib bersangiz. Xo'p. Bu meni shu ikkinchi ishim, birinchi ishim boshqa ish. Bu ikkinchi yo'nalishim. Lekin ishdan tashqari holatda ham mana shu endi holat o'zi agrotexnikasini xo'p, men 2 marta qildim xolos. 2 marta kultivasiya, 1 marta chizer. Bir udarda mashaga chiqqanda 1 tonna 200 dorini bir udarda soldim ama. Bittada soldim. Endi vaqtim yetib yetmaydi, boshqa bo'ladi. Asosiy ishingiz bor. Asosiy ishim boshqa, bu ikkinchi darajali ishim. To'g'ri. Lekin o'shanda ham yaxshi bo'ldi mana. 1 tonna 200 tushdi mana shu holatiga bugungi kun. Bir marta bargidan oziqa bilan hasharotga qarshi suspenziya berdim. Undan keyin bir 70 kunlik bo'lganda barakon uchirdim. 2 banka barakon uchirdim. Qurt, zararli hasharotlarni o'zi borib tuxumlarini yeb, mana xudo xolasa ko'chatga ziyoni, dumbiliga ziyon bermaydi. Sizda bo'lsa qurtni ham Telegram kanalimizda tashadik, ko'pchiligiga oldin ham aytdik. Effektini sezdingizmi? Sezdik. Kimikal ishlatgandan ko'ra foydali, ertaga chorvaga ham zarari bo'lmaydi. Zarari bo'lmaydi, to'g'ri. Keyin mana 1 tonna 200 nimalar soldingiz? Hop, o'sha 1 tonna 200 500 kg macha soldim, 500 kg shakar, 200 kg kaliy. O'shani bir udarda kompot qildim-da. Mashaga bir udarda faqat mashaga kelganda soldim. Xudo xolasa ko'chatga gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa bu urug'i bu yildan keyin xudo xolasa niyatlarimiz katta. Xudo xolasa mashada 20 gektar yer olganmiz. Xudo xolasa dogovor bo'lib turibdi. Xudo zamonini o'zidan chiqarib turib. Birgalikda bo'lib ekish niyatimiz bor. Hozir ruxsat bersangiz bir tipini mana hozir oldi taraflari shamol yaxshi bo'lgan, bular katta ikkita soladi. Keling, real ko'rsatish uchun bir ichidan 5-10-nimi olib chiqamiz. Mana anini o'rib, bo'ldi. O'zingiz olib chiqib, o'rtacha bo'lganini ko'rib. Mana hozir o'rtacha, men nazarimda bundan qalini ham bor, bundan ingichkasi ham bor, mana o'rtacha bo'ldi mana. 1 metrda ko'ramiz bu mana boshdan chiqqan. Birinchi qovurg'asidan o'zib keldilar mana. Antennasigacha 3 metr ko'rsatadi. Endi sal turib operatorimizdan iltimos qilamiz, tepalikdan olib beradilar. Chunki dalani o'rtasi o'zlari ham Jahongir ham ko'rdilar, biz ham ko'ryapmiz. 3,5 undan baland bor. Baland. Bu boshida traktordaligi tepalanib. Endi bu o'rta olib chiqqanimiz edi. Bundan balani ham bor, undan sal pasti ham bo'lishi mumkin. Endi bitta shuni o'lchab ko'ramiz hozir. Chunki bu silos baribir tani dumbil bilan yig'ib oladi. Bitta 30 kiloni 1 gektarga ekkansiz. 30 kilomi
90 ming dona ekib yubordim hozir, bag'i ham. Uni ham etamiz. Hmm. Mana. Mana ko'rib turishimiz mumkin, bu 1 kilo 300 chiqdi. Endi buni hozir suv qo'yibdilar. Suv qo'ygandan keyin yana suti oladi. Suti oladi. Kamida 100-200 gram qo'shiladi. 1,5 kilolar o'rtacha bo'ladi. Bu e'tiborli tomoni mana Jahongir aka o'zingiz ham ayting, bu yerda qanaqa zichli, qancha joyga qancha necha kilo qancha ekdingiz? Hop, 1 gektarga o'zi 75 ming dona ekishim kerak edi. Shunaqa. Men 90 ming donani ekib qo'ydim. Boqaman deb harakat qildim, xudo xolasa. Lekin baribir 75 ming bilan 80 ming dona ekirishlik kerak ekan. Haligi havoni jich-janaqasi ham baribir bo'lar ekanda. Lekin men harakat qildim, men haligacha nafsim ochroq, ko'proq haligi ko'chat ekish. Lekin shunaqa zich bo'lganga qaramasdan ham juda zo'r rezultat, chunki yaxshi qaralgan, boqilgan. Lekin biz boshdan tavsiya qilganimiz 75 ming, uzog'i 80 ming. Chunki buni oziqa maydoni bor. Har bir har bir sutni o'ziga olish kerak bo'lgan yerdan suvi, kuchi, ya'ni bergan mikro-makro elementlaringizni zich bo'lib qolsa, sal talash bo'lib qoladi. Ikkinchi kuzatiladigan narsa pastdagi barglari qurishni boshlaydi zich bo'lganda. Havo o'tishi ham past, keyin suv namlanganda dimlanadi. Keyin bir-biriga ozuqa talashib, bo'ldi, men dumbilga berishim kerak ekan deb pastga kuch suv bermaydi, ularni o'chirib qo'yadi, o'ldirib qo'yadi. Shu ham ozgina kuzatilgan bu yerda. Shu zich ekilgan sabab. To'g'ri. Endi mana bu yil sinab ko'rdik. Sinab ko'rdim. Xudo xolasa keyingi yili 75 mingdan eksangiz aka, xudo xolasa bundan zo'r rezultat bo'ladi, xudo xolasa. Lekin mashq holatida ham o'ta zo'r-da. 90 ming dona bo'lganda ham bo'y beryapti-da. 3,5-4 ga qadalgan hozir. Shunaqa 1 metr 2 metrdan og'i ketgan. Hozir mana tut tepasi haliga chiqdi. Xudo xolasa o'rim payti balkim o'zingiz shu yerdan chiroyli kadr Xudo xolasa aytaman-ku. Ulgursak endi nasib qilsa balkim shu yerda yana bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r hammasi, natijalarimiz xudo xolasa biz kutgandan ham yaxshi. Rahmat.